Bir marta tayyorlab ko'rsangiz, yana pishirgis keladigan pishloqli, mazali nonchalar tayyorlaymiz. Bismillah deb elangan unimizga iliq sut, shakar, tuz, dro'ji, eritilgan sariyog' solib, yumshoqqina xamir qoramiz va oshirishga qo'yamiz. Xamirimiz oshguncha pishloqni kichkina bo'laklariga bo'lib chiqamiz, taxminan 5 gram. Tayyor bo'lgan xamirimizni zuvalachalarga bo'lamiz. Orasiga pishloq solib, yaxshilab mahkamlab, dumaloq bulochkalar yasab olamiz. Jarayon yakuniga yetgach, ustini yopib 15-20 daqiqaga tindirishga qo'yamiz. Vaqt o'tgach, sezilarli darajada to'lishgan nonchalarimiz ustiga tuxum va sut aralashtirib surib, qizigan duxovkaga jo'natamiz. Shunaqa chiroyli qizarib pishgan nonchalarimiz qaynoqligida ustiga maydalangan chesnok, mayda to'g'ralgan ukrov va sariyog'ni aralashtirib surib chiqamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizni ko'nglingizdan joy oladigan mazali retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlab qo'ying. Yeganlarga shifo bo'lsin.